Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 9-oyning 6-kuni chorshanba. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsilatı olsun. Uyghur Project Fondu'nun 2023 yılı 9 ayda ötküzməkçi bolğan İstanbulda 20 leksiya namlıq fəaliyyətə əvətilgən əsərlərdən 37 nəfər yazğıçının 44 parça maqalası rəsmi tanlanğan olub, bular Devir və Biz namlıq kitab kirgizilgan. Bu maqala tövəndikilərdən ibarət. Biz kimlərning qo'llashiga muhtoj? Emin aman. Tilimizni qanday qo'g'dab qolamiz? Emin aman. Ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar haqida o'ylaganlarim. Xadicha Uyg'ur. Bizdagi nuqson va kelajagimiz. Ömer Shanba. Uchur bexatarligi va tavsiyalar. Abdushukur Abdurashid. Qadimgi Uyg'urlarda kengash va uning davlat va millatning taqdiridagi ahamiyati. Varis Chaqan. Sun'iy aql orqali Uyg'ur milliy madaniyat boyligini qo'g'dash va taraqqiy qildirish to'g'risida. O't. 1990 va 2020 yillar mazgilida Sharq Turkistondagi 3 asosliq etnik guruh aholisi nufusining hozirgi ahvoli va o'zgarish alohidaligi. Dilshod Barishchi. Uyg'urlar tarixida yuz bergan 2 qatimliq cho'ng nufus qirg'inchiligi. Samat Abla. Uyg'ur tilidagi ba'zi so'zlarning ijtimoiy tilshunoslik nuqtasidan tahlili. Rahila Abduvohid Qashqari. Uyg'ur Islom ensiklopediyasi tuzish haqida. Abdujalil Turan. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining irqiy qirg'inchilikni doklad qilishda o'ynagan roli. Shahrzod G'ayrat. To'g'rida o'qitishning Uyg'urlarga foydalari va bizning tajriba saboqlarimiz. Ahmadjon Yosin. O'zimizni qutuldirishda vatanparvarlik, millat-suyarlik, tavranmas inqilobiy ruh kerak. Jur'at Nizomiddin. Qirg'inchilikning tarjimali. Gulshan Abduqodir. Xitoy Xinhua agentlik to'rining 9-oyning 6-kunidagi xabarda bildirilishicha, 9-oyning 5-kuni tunji qatimliq Qashqar Shinjin yangi yemaklikni sovuq saqlab to'shiydigan zanjirsimon poyezi Qashqar bekatidan Shinjinga qarab yo'lga chiqqan. 9-oyning 5-kuni 32 vagonliq sovuq saqlaydigan zanjirsimon poyez 640 tonna qora o'rik mahsulotini olib Qashqar vokzalidan Shinjindagi Pinxo vokzaliga qarab yo'lga chiqqan. Bu meva Xitoyning ichki o'lkalarida sotildi ekan. Bu alohida poyez yo'lga chiqishdan bir kun burun Qashqar shahrida yangi yemakliklarni sovuq saqlash iskilatining ichilish murosimi o'tkazilgan. Bu turga selingan umumiy mablag' 130 million yuan bo'lib, sovuq saqlash sig'imi 30 ming tonna ekan. Qashqar rayonida qurilgan bu iskilat atalmish Xinjiang bo'yicha eng yuqori o'lchamli zamonaviy sovuq saqlash iskilati bo'lib hisoblanadi. Bu turning ishga kirishtirilishiga ergishib, Qashqar shahrining yangi yemakliklarni sovuq saqlash miqdori ilgirkidan 40% oshgan. Xitoy Markaz xabarlar to'rining 9-oyning 4-kunidagi xabarda deyilishicha, o'tgan 2 kunda atalmish Xinjiang harbiy rayonining ma'lum bir qismi atirdi. Tangriteg'ining ichkari qismlarida kech-kunduz xilma-xil o'q-dori va tanklar bilan manevr qilgan. Bu manevr orqali Xitoy hukumatı atalmish Xinjiangdagi harbiylarning saviyasini texnik o'stirib, jangga har zaman tayyor turish iqtidorini oshirmoqchi ekanligini bildirgan. Atalmish Xinjiang harbiy rayonining ma'lum qismining Zambirak atirti qo'mondoni Liu Fayun biz yana ko'p mahoratlik va atrofliq bo'lgan o'zimizning mahorat afzalligimizni yetildirishga ahamiyat berishimiz kerak deganlarni bildirgan. Yana bir harbiy rayon ma'lum bir batalyonning Bangtuan komandori Dudaching biz amaliy jang arq ko'rinishini butkul manevrga birlashtirdik. Nishonni razvedka qilish va dushmanni tasbit qilish iqtidorimizni yuqori ko'tardik. Biz har vaqt dushmanga qarshi turish uchun butun kuchimiz bilan jang qilishga tayyormiz deb bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.